قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savaqdaşlar. Hazır biz 27-ci dərsini oxuyumuz. Bugünkü dərsimizdə asaslıq sizlərə öyrətməkçi bolğan məzmun damir, kişilik almaşlar haqqında buludu. Əmdə biz damirlarni çoğ cəhətdən mustaqil keladigan damir və tutuşub keladigan damir deb ikkiga ayırırıq. Mustaqil keladigan damir deganimiz huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu deganga o'xshash o'zi hech qanday fe'lga yoki ismga tutashmay mustaqil keladigan damirni biz damirul munfasil deb ataymiz. Endi damirul munfasilninki pashlik holatda keldigini va pashlik holatda keldigini. Undan keyin zavarlik holatda keldigini va. Undan keyin biz damirul muttasilga o'tsak, damirul muttasil deganimiz tutuşib keladigan bununki mu pashlik holatda keldigini va zavarlik holatda keldigini va zirlik holatda keldigini va. Biz bunun bilan bugungi darsimizda tafsiliy tunishib chiqamiz. Demak biz damirni çoğ cəhətdən neçəyə ayırırıq? İkkiga. O qaysi? Birincisi damirul munfasil, mustaqil damir. Mustaqil damirning mu pashlik holatda keldigini va zavarlik holatda keldigini va ammo zirlik holatda keldigini yo'q. Undan keyin damirul muttasil tutuşub keldigan damir. Bunun pashlik holatda keldigini va zavarlik holatda keldigini va zirlik holatda keldigini va. Demak, damir çoğ cəhətdən neçəyə bölünür ekan? İkkiga. Munfasil va muttasil. Mustaqil keldigini va tutuşub keldigini. Mustaqil keldiganning pashlik holatda keldigini va zavarlik holatda keldigini va muttasilning pashlik holatda keldigini va zavarlik holatda keldigini va zirlik holatda keldigini va. Endi damirul munfasil al-marfu' mustaqil damirning pashlik holatda keldigini qaysi? Biz buni ilgirki soatlik darsimizda o'rgangan. Ya'ni mustaqil pashlik damir üçüncü şəxs erlik birliki huwa. İkiliki huma. Köplüki hum. Bu üçüncü şəxs. Üçüncü şəxs ayallıq birliki hiye. Ayallıq ikiliki huma. Ayallıq köplüki hunne. İkinci şəxs erlik birliki ente. İkiliki entuma. Köplüki entum. İkinci şəxs ayallıq birliki enti. İkiliki entuma. Köplüki entunne. Birinci şəxs birliki ana, köplüki nahnu. Demek bu damirlar mustaqil pashlik holatda keladigan damirlar. Pashlik holatda keladigan damirlar deganimiz mubtada bo'lib kelalaydi. Jumlaningki 5 eda kelalaydi. Undan boshqa illa degan istisnodan keyin kelalaydi. Bunun ma'nosi hammalarga tunishliq. Huwa u bir huma u ikki hum ular ko'p hiya u ayal, huma u ikki ayal, hunna ular köp ayallar, ente sen, entuma. Sizler ikkanlar erlik, entum sizler erler. Enti sen ayallık, entuma. Sizler ikkanlar ayallık, entunna sizler ayallık köplük. Ana men, nahnu biz. Ana birliki, nahnu köplüki. Ama bununki ayallıkı ortak işletilmedi. Biz bunu görüp boğan. Emdi damirur raf'il munfasile yukarıdaki. Emdi damirun nasbil munfasile. Özü mustakil. Lekin zeverlik örnek geldi. Yani mef'ul bop geldi. Bu kayse damirun nasbil munfasile. Mustakil zeverlik damirla. Üçüncü şəxs erlik birliki iyyahu. Onunğa. İyyahuma o ikisike. İyyahum ulağa. Üçüncü şəxs ayallık birliki iyyaha o ayalğa. Ayallık ikiliki iyyahuma, ayallık köplüki iyyahunna. İkinci şəxs erlik birliki iyyake, ikiliki iyyakuma, köplüki iyyakum. İkinci şəxs ayallık birliki iyyaki, ikiliki iyyakuma, köplüki iyyakunna. Birinci şəxs birliki iyyaya, köplüki iyyana. Bu ayallığa ortak işletilmedi. Birinci şəxs. Hem de yukarı damirlerin hemmesi mustakil. Tutuşup gelmeydi. Lakin zeverlik orunda keldi. Mesela kellemtu iyyahu desem ununga dedim degan bo'ladi. Kelleme fiil tu fail bo'ladi. Iyyahuchu maf'ulun bih. Maf'ulun bih degan nima o'qiladi? Zevar o'qiladi. Demak, bu shunday zevar o'qiladigan yerda mustaqil keladigan almashlar.
Endi biz damirun marfu al munfasilani o'qib bo'ldik. Damirun nasbi al munfasilani o'qib bo'ldik. Endi damirul muttasilga keldik. Endi damirul muttasilni biz pashlik holatda keldigini, zavarlik holatda keldigini, zirlik holatda keldigini deb 3 ga bo'lgan. Endi buning pashlik holatda keldigini qaysi? Damirul raf'il muttasila. Tutash keladigan pashlik damir birinchidan harakatlik fa'ilning ta'si. Qaysida? Zahabtudik ta, zahabtumadiki ta, zahabtumdiki ta, zahabtunnadiki ta. Demek bu fiillardaki hammisidagi ta tutuşup kelgan damir. Tutuşup keldi o. Şundaqla pashlik o'rnidagi damir. Nima uchun? Fa'il. Hammisidagi ta nima bo'ladi? Fa'il. Mana bu damirur raf'il muttasila. Tutuşup kelgan pashlik damir deymiz. İkincisi ikkilikninki elifi. Zehabadiki, zehabatadiki, yezhabanidiki, tezhabanidiki, izhabadiki. Yuqarıqı eliflerin hammasi fa'il bo'ladi. Fiilning nima bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Shundaqla bu damir tutuşup kelgan damir fa'ilga nima qiladi? Pashlik. Unda bo'lsa pashlik tutuşup kelgan damir bo'ladi. Vovul jamaa ayollikning jamoatninki vo'si. Zehabudiki vo, yezhabunadiki vo, izhabudiki vo. Demek bu vo'larning hammasini bo'ladi pashlik holatda deymiz. Nima uchun? Chunki fa'il. Bu mu tutuşup kelgan pashlik holatdagi damir bo'ladi. To'rtinchisi pashlik holatdagi tutuşup kelgan damirlar muhotabaning yasi va buyruqning yasi. Tezhabinadiki ya, izhabidiki ya. Bu yamu pashlik holatdagi tutuşup kelgan damir deymiz. Nima uchun? Fa'il. Undan keyin na, zahabnadiki na. Chunki bu yerda zahabnadiki namini bo'ldi, fa'il bo'ladi. Baduq biz degan bo'g'achqa. Undan keyin nunun nisbi ayollikning nuni. Zahabnadiki nun, yazhabnadiki nun, izhabnadiki nun. Demek bular damirur raf'il muttasila bo'ladi. Pashlik muttasil tutuşup kelgan damirlar. Birincisi تاء الفاعل متحركة، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نا ونون النسوة. Ondan keyin tutuşup kelgan ziverlik halakli damirlar qaysi? Üçüncü şəxs erlik birliki sa'alahudiki hu. Onu so'de desek bu yerdeki hu'nin bo'ladi maf'ulun bih ziverlik o'rnida. Sa'alahuma, sa'alahum. Sa'alahumdiki hum, sa'alahumadiki huma. Üçüncü şəxs ayollik birliki sa'alaha, sa'alahuma, sa'alahunna. Bu yerdeki hammisidagi ha, huma, hunna tutuşup kelgan holati, ziverlik holatda. İkinci şəxs erlik birliki sa'alaka, kap, sa'alakuma, kuma, sa'alakumdiki kum. İkinci şəxs ayollik birliki sa'alaki, sa'alakumma, sa'alakunna. Ki, kuma, kunna. Mutakellim birinci şəxs birliki sa'alani, sa'alana so'di bizni. Demek yuqorqi fiilga tutuşup kelgan damirlarning hammasi tutuşup kelgan ziverlik holatdagi damir bo'ladi deymiz. Endi zirlik holatdagi damir shunga o'xshash bo'ladi. Ya'ni mushu damirlarni biz fiilga emas, ismga izofat qilsak, ya'ni kitabuka, kitabahu, kitabuhu, kitabuha, kitabuhum, kitabukum, kitabukunna, kitabuna, kitabi deganga o'xshash mushu damirlarga ismni izofat qilsak, bu damirlar nimalik o'rinda bo'ladi? Zirlik o'rinda. Demak, bu fe'l qo'lasa zirlik o'rinda, ism bo'lishib kelsa zirlik o'rindagi damir bo'ladi. Mana bu bugungi darsimizdagi damirninki tunushtirish ahvoli. Endi bu damirga munosabatlik ba'zi qoidalar va biz buni o'z navbatida so'zlaymiz. Unda o'zi biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsus sabi'u vel 20. 27-dars. O'qituvchi: Ya Usama, al-muraqibu yatlubuka fi maktabihi. Kuzatchi ishxonasida sizni talab qiladi. Talab qilyapti sizni o'zining ishxonasida kuzatchi. Uridu an akhudha ma'i zamilayya hadayni. Men bilan billa bu ikki saboqdishimni elib olishni xohlayman. Lam yatlubul muraqibu illa iyyak. Kuzatchi talab qilmadi illa faqat iyyak, siznila. Demak, kuzatchi faqat siznila talab qildi. Akhsha annahu nasiya.
uni unutib qolganmiki deb ensirayman. Axsha qo'rqaman, ensirayman. Ensirayman, jazman u unutib qoldi. İnni ve iyyahuma müşterikun fi musabaqati sibaha. Men ve iyyahuma ve o ikisi müşterikun fi musabaqati sibaha deydi. Men ve o ikisi su uzuş musabaqasına qatnaşquchilar. Khudhuma izen. Undaqda o ikisini elan. Ayna kitabul mudir ya İbrahim? İbrahim, mudirinin kitabı qayerda? A'taytuhu iyyahu deydi. A'ta badi. A'taytu olsa badim men. Hu olsa uni degan gap. Badim men uni iyyahu ununga. Uni ununga badim qaranglar. Bu yerdagi hu degan domirni munfasil zibarlik holatda. Badim men uni ununga. Ve ayna dafatirut tullab? O'quvchilarning daftarlari qayerda? A'taytuhum iyyaha. Badim men ulaga uni. İyaha uni. Ve ayna majallati? Jurnalim qayerda? A'taytukaha. Badim men sizga uni. A'taytukaha. Bu yerda 3 tane damir keldi. Tu bir damir, kab bir damir, ha bir damir. Mata a'taytaniha? Qachon berdingiz siz ni manga ha uni? Qachon berdingiz siz manga uni? A'taytukaha amsi fi maktabik. Berdim men sizga uni tunugün ishxonangizda. Akhadtaha ve wada'taha fi durj. Aldınız siz uni ve qo'ydingiz siz uni tatmaga. Tatma. Naam, al'an tazakkartu. Shundaq endi eslidim. Tezekkere isiga aldi gap. İsimga aldim. Masmuka ya akhi? Qarindishim, ismingiz nima? A iyaya tas'alu ya ustaz? Ustaz. Elif istifhamniki. İyaya o'scho. Meni degan gap. Meni so'rayaptamsiz ey ustaz? Naam, iyyaka as'al. Shundaq, sendan so'rayapman. As'aluka wa sendan so'rayapman degan gap. İyyaka olsa sendan so'rayapman degan bo'ladi. İyyaka. Seni so'rayapman. As'aluka degan bo'lsa bu yerdagi domirul muttasil an-nasb bo'ladi. Ya'ni domirun nasbil muttasila. Endi iyya bilan kelganligi bu domirun nasbil munfasila. Mustaqil domir keldi. İsmi Ukasha. İltahaqtu bil ma'had al-yawm ve iltahaqa ma'i 3 tullabin min baladi. Ve qo'shildi men bilan mening yurtimdan 3 o'quvchi. Hum fi faslin akhar. Ular boshqa sinfda. Ya ustaz, arju an tusa'idani. Ey ustaz, menga yordam qilishingizni umid qilaman. Faqad fatatni durusun kathira. Cho'qim o'tib ketdi mendan nurg'un darslar. Sa'usa'iduka va iyyahum inshaalloh. Alloh xolisa sana va ularga yordam qilaman. La nansa musa'adataka ya iyyana abadan inshaalloh. Alloh xolisa hargiz unutmaymiz yordamingizni bizga inshaalloh. Abadan. Mangu inshaalloh bizga qilgan yordamingizni unutmaymiz. Araka tujidul lughatil arabiyyah. Man 'allamaka iyyaha? Arab tilini yaxshi qiladigandak ko'ryapman. Ko'ryapman sizni araka. Yaxshi qilasiz arab tilini. Man 'allamaka iyyaha? Kim o'rgatdi sizga uni? 'Allamani iyyaha abi. O'rgatdi uni menga dadam. O'rgatdi menga uni dadam. Iqra'il ayat ya Hamid. Hamid, oyatni o'qing. Yasta'izu ve yubasmilu thumma yaqra. A'udhu billahi ve bismillah deydi. Ondan keyin o'qiydi. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Sana ibadet qilamiz ve sendan yordam so'raymiz. Ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ve bil validayni ihsana. Hüküm qildi sizning Robbingiz faqat uningga ibadet qilishga ve ata-onaga yaxshilik qilishga buyurdi. Yukhrijuna ar-rasula ve iyyakum. Chiqirdi ular elchini va sizlarni chiqirdi. Ve inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin. Haqiqatan biz yoki sizlar
uçuk aşkar azgınlık veya ki hidayet üstüde. Yusma'u raninul cerasi. Qo'ng'iroqning chiring'in ovozi anglanadi. Hada yawmu ziyaratil mudarrisina iyana fil mahja. Bu o'qituvchilarning bizni yotoqda ziyorat qilish kuni. Bu o'qituvchilarningki bizni yotoqda ziyorat qilish kuni. Nantazirul mudira va iyyaka ba'da salatil asr. Mudirni va sizni asr namozidan keyin saqlaymiz. Sanazurukum inşallah. Allah xolasa sizlarni yo'qlayman, ziyorat qilaman. Bugungi tekstim müşahede oxirlashdi. Birincisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering. Endi birinchi ko'nikma bu sizlarga topshiriq ko'nikma. Birincisi masmut talibil jadid. Yangi o'quvchining ismi nima? Man allamahu al-lughatil arabiyya. Arab tilini uningga kim o'rgatdi? Fi ayyi musabaqatin yashtariku Usama va zamilahu. Qaysi musobaqaga qatnashdi Usama va uning ikki saboqdoshi? Buning javobi tekstda bor. Tekstga asosan javob bersizlar. Bu sizlarga topshiriq. İkincisi damir. Yani biz dersinin başı sözlüken damir. Damir imma muttasıl ve imma munfasıl deydi. Damir ya muttasıl buludu veya munfasıl buludu deydi. Faddamirul munfasıl damir ma yubda'u bihi fin nutq deydi. Damirul munfasıl degenimiz sözleşte, nutqda, yani sözleşte başlanadigan narsa. Demek 5 ta sözlü onun bilan başlag'ili bo'ladigan narsa. Sözleşte onun bilan başlanadigan narsa. Ve illadin keyin tushudi deydi. Yani bunun bir alameti munfasıl damirninki cümlenin 5'i de ekip söz başlag'ili bo'ladi ve illadin keyin tushalaydi. Mesela ana muslimun, men musulman. Bu yerdeki ana damir cümlenin 5'i de keladi. İkincisi ma fahimed derse illa ent. Dersini tushunmadi faqatla sen. Bak senla tushunding degan gap, ha? Dersini senden başkası tushunmadi. Demek bu yerdeki illadin keyin ente keladi. Ama muttasıl damirlar kelinmaydi. İyyake ra'aytu. Sinila ko'rdim. Ra'aytuka va seni ko'rdim bo'ldi. İyyake va sinila ko'rdim degan bo'ladi. Bu yerdeki ka damir bo'ladi. Ama qanday damir? Muttasıl, ziverlik, munfasıl damir, ziverlik zamir. Yani ra'aytu, İyyake ra'aytu degan ra'aytu fiil fa'il, iyyake mef'ulun bih ziverlik o'rnida. Ma ra'aytu illa iyyake. Fakat sinla ko'rdim. Bu yerda iyyake agar muttasıl holatida illake deb kelinmaydi. Çünkü munfasıl holatida kelish kerak. Demek damirul munfasıl deganimiz cümlenin 5'ida kelalaydigan ve illadan keyin kelalaydigan damir. Ve damirul muttasıl damir deganimiz sözde onun bilan gap başlag'ili bo'lmaydigan, illadan keyin tushunmaydigan. Dal qarama-qarashisi. Ta ve ha'ga o'xshash ra'aytuhu deki. Ko'rdim men uni desek bu ta damir ama muttasıl. Hu damir muttasıl. Bu hu deb bununla gap başlag'ili bo'lmaydi. Tu deb bununla gap başlag'ili bo'lmaydi. Damirul raf'il munfasila. Peşlik mustaqil damirlar huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Biz bunu cedvelleştirip tushuntirib bo'ldik. Damirul raf'il muttasila. Endi peşlik muttasıl damirlar birincisi hareketlik failinin tersi. Zehebtu, zehebtuma, zehebtum, zehebtunnadiki. İkincisi zehaba, zehebata, yezhabani, tezhaba, izhabadiki ikilikten alipi. Üçüncüsü vavul cema'a. Zehabu, yezhabuna, izhabudiki. Dördüncüsü muhatabenin yası, tezhabine, izhabidiki. Beşincisi nunun nisve. Ayallakman nune, zehebne, yezhabne, izhabne diyen koşar. Altıncısı na, zehebna diki. Biz bunu dersine başı çöndürüp olduk. Endi damirun nasbil munfasila. Mustaqil davarlik zamirlar qaysi deganda iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Demek bu damirlar mustaqil damirlar. Lekin faqat ziverlik o'rinda keladi. Damirun nasbil muttasila. Endi tutash keladigan ziverlik damirlar sa'alahu, sa'alahu. Sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum, sa'alaha, sa'alahuma, sa'alahunna, sa'alaka, sa'alakuma, sa'alakum, sa'alaki, sa'alakuma, sa'alakunna, sa'alani, sa'alana. Bular hammasındaki hum ahirki damirlar muttasıl ziverlik o'rnidagi damirlar. Endi bu yerdagi sa'alani dedi.
Bu mutakellim yası fakat ya. Bu nun nereden paydo bo'lib qoldi? Sa'ala fiil ya mutakellim. Ning yası. Nun nereden paydo bo'lib qoldi desa, damirun nasbil muttasil lil mutakellim. Mutakellimning tutash kelgan ziverlik damirisi fakat ya. Ya. Ama nun bo'lsa, amma nun fayu'ta biha li waqayati ma qablaha min al-kasra. Amma nun keltirdi u nun li waqaya saqlab qolish uchun u nundan ilgirki narsani zirdin. Nunni akamizsak mutakallimning yasi zir bo'lg'achqa sa'ali deb lam zir o'qilib ketadi. Nundan ilgirki narsani zirdan saqlab qolish uchun nundan birini akilib sa'alani dedik. Demak bu nunul viqoya deb ataladi. Endi damairul jar la ta'ti illa muttasila. Faqat muttasil bo'lib keladi. Ya'ni yuqorqi damirlarning hammasini biz ismga izofat qilgan vaqtimizda zirlik damirga o'zgaradi. Ya'ni kitob, buki, lahu deganga o'xshash. Mana bu yerda ismga izof qildik, bu yerda harfi jar kirdi. Endi buni tushungan bo'lsanglar, darsdan damairlarni chiqarasizlar. Muttasil va munfasil damirlarning hammasini chiqarasizlar. Va zkuruna va kullu wahid minha. Har birining turini ayirib chiqarasizlar. Ya'ni sizlar jadvaldan birini tuzasizlar. Yuqorida biz darsdan besh so'zlagandek, shu jadvalning ostiga tekstda chiqqan damirlarni tartib bo'yicha yozasizlar. Damirur raf'il muttasil deb bir jadval tuzasizlar. Uning ostiga darsda chiqqan damirur raf'il muttasilni yozasizlar. Damirun nasbil munfasil deb birini yozasizlar. Uning ostiga darsda chiqqan damirun nasbil munfasilani mushtir bo'yicha yozasizlar. Üçüncüsü yu'ta bi damirin nasbi munfasilan. Amisi ba'zi o'rinlar va muttasil keltirsak ma bo'ladigan, munfasil keltirsak ma bo'ladigan. Masalan, na'buduka desak, sana ibodat qilamiz degan bo'ladi sura Fatihadagi. Ammo biz iyyaka na'budu deb kapni munfasil shaklda akeldik. Bu nima uchun buni munfasil shaklda akelamiz desa, qanday vaqtda buni munfasil shaklda akelamiz desa, agar kana bo'lsa, nima bo'lsa, shu damir bo'lsa, maf'ulan bih bo'lsa. Agar damir maf'ulun bih bo'lib, o'zining fe'lidan ilgari bo'lsa, buni mustaqil akelamiz. Masalan, iyyaka na'budu. Bu kap maf'ul bo'ldi, damir maf'ul bo'ldi. Shundaqla na'budu degan fe'l ilgari keldi. Bu vaqtda buni munfasil shaklda akelamiz. Iyyaka na'budu. Sanaga ibodat qilamiz degan bo'ladi. Aslisi na'buduka. Ikkinchisi, agar fa'ilga muzab bo'lgan mastarga maf'ullab kelsa. Diqqat, fa'ilga muzab bo'lgan mastarga maf'ullab kelsa dedi. Qaraylar. Ziyaratul mudiri iyana al-yawm dedik. Ziyara degan zara yazurudan chiqqan mastar. Al-mudir cho mudofun ilayh bo'ldi. Demak, bu mastar mudirga qanday qilindi? Izof qilindi. Endi mudirning ziyorat qilishi. Ziyoratni biz mastar dedik. Mudirni mudofun ilayh dedik. Mudirning ziyorat qilishi. Bu ziyorat qilish degan bu ish harakatni kim qiladi? Mudir qiladi. Demak, bu yerda ziyorat degan bu mastarga fe'illik amilni bergan vaqtimizda mudirning bo'ladi, fa'il bo'ladi. Demak, mana shunda fa'ilga mudaf qilingan mastar degan gap shu. Qaranglar, fa'ilga mudaf qilingan mastar. Bu yerdagi mastar bu fa'ilga mudaf qilingan. Hozir muzofun ilayh bo'lsa-mu, biz ziyaraga zara degan fe'lning amilini bergan vaqtimizda al-mudirun bo'ladi, fa'il bo'ladi. Ya'ni fa'ilga mudaf bo'lgan mastarga muzaf bo'lib tushsa. Biz hozir buni bunda taqdir qilamiz. Zaral mudiru iyana. Iyana. Yani zara fiil bo'ladi, al-mudiru fa'il bo'ladi. Iyanachu maf'ulun bih bo'ladi. Demak, bu maf'ulun bih nimaga maf'ulun bih bo'ldi desa, bu zara degan amalga maf'ulun bih bo'ldi. Demak, endi aslimiz qaytsak, bu mastar. Bu mastarga o'zining fe'lini amalini bersak, bu fa'il bo'ladi. Iyana maf'ulun bih bo'ladi. Demak, fa'ilga mudaf bo'lgan mastarga maf'ullab tushsa. Demak, bu yerda iyana mana fa'ilga muzaf bo'lgan mastarga nima bo'lib tushdi? Maf'ul bo'lib tushdi. Mudirninki bugun bizni ziyorat qilishi degan bo'ladi. Darbuka iyaya ashaddu min darbi iyaka. Darbuka urushing iyaya meni qattiq min darbi mening urushimdan iyaka seni. Sening meni urushing mening seni urushimdan qattiq. Meni sening urushingdan qattiq.
Üçüncüsü, eğer etbe harfidan keyin kelsa, damir etbe harfidan keyin kelsa. Masalan, ra'aytuka. Endi sizni ve uni ko'rdim demoqchi biz endi. Siz bilan uni o'ttizga bir et harfini qistirmoqchi bo'lsak, cho'qim u degan damirni biz munfasil shaklda kirishimiz kerak. Ra'aytuka va iyyahu. Ko'rdimmi sizni va uni. Inni va iyyaka najihan. Men va siz imtihondan o'tguchi deganga o'xshash. Dördüncüsü, eğer illadin keyin kelsa, damir illadin keyin kelsa, cho'qim munfasil shaklda kelamiz. Ma sa'altu illa iyyak. Faqat sendilla so'radim. La na'budu illa iyyah. Faqat uningga ibodat qilamiz. Beshincisi, eğer muttasil zavarlik damirdan keyin kelsa. Masalan, ayna majallatul mudir? Mudirning jurnali qayerda? A'taytuhu iyyaha. A'taytuhu iyyaha. Badim men uni ununga deydi. Bu yerda a'taytu tu damir hu damir. Hu qanday damir desek bu muttasil damir, zavarlik shakldagi damir. Badim men uni bo'lgandan uni shirkat uning ustiga tushdi. Nima bo'ldi? Maf'ulun bih bo'ldi. Demak, muttasil zavarlik damirdan keyin kelib qolsa, mana shunga o'xshash mustaqil eklamiz. Badim men uni ununga. Endi qarang. Eğer iki damir bir mertebeden bulab qalsa deydi. İki damir bir mertebeden. Bu yerdeki mertebe deb ko'z tutqani g'oib bir mertebe, muhatib bir mertebe, mutakallim bir mertebe. İki damir bir mertebeden bulab qalsa vacibal fasl ayırıp keltirish vacib bo'ldi. Kama fil misal sabiq. Xuddi ma misaldagi o'xshash. Qarang, a'taytuhu ha deb qo'shilmaydi buni. Nimishqa ikki damir hamu g'oib qatava, hum cho g'oib qatava. Mushuning o'xshash ikki damir bir martabadan kelib qolsa, buni ayirish vojib. Kama fil misal sabiq deydi. Ilgirki misaldagidek. Va idza ikhtalafa fi rutba. Endi martabada ixtiloflashsa, xilma-xil bo'lsa, martabada xilma-xil bo'lsa, ulash va ayirish to'g'ri. Masalan, ayna kitabi, kitabim qayerda? A'taytukahu. Bu fiilda 3 tane damir var. Tu bir damir, kab bir damir, hu bir damir. Ama üçlüsü 3 mertebeden. Tu mutekellimdin, kab muhatebdin, hu g'oibdin. Manda tutash keltirsak bula bo'ladi. Bir mertebeden bo'lmaga chiqqan. Ama ayırıp keltirsak muncha bo'ladi. A'taytuka iyyahu. Mana ayırıp keltirsak mu bo'ladi? Bu ixtiyor. Damirlar 3 mertebe ula rutbetul g'oib. G'oib mertebesi, 3. şahs mertebesi ula hu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Muhatib mertebesi onun damirleri ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne. Mutekellim mertebesi onun damirleri ana, nahnu. Mertebe degenden boğan maksatmış şu. İstahric mined ders damairan nasbil munfasile. Dersten munfasıl zeverlik damirlerini çıkarın. Vezkur sebebel ihtiyani bi kulli vahidin minha munfasilen. Ve her birinden onun müstakil kelish sebebini so'zlang. Endi tekstdan munfasil ziverlik holatda kelgan damir chiqasizlar. Iyana, iyaka deganga o'xshash. Nima uchun bu damirlar muttasil kelmay munfasil keldi? Buning sababini topib chiqasizlar. Biz damirni muttasil keltirmay munfasil keltirishning 5 xil sababini so'zladik bayatdan. Shu 5 xil sababning qaysisiga tushadi, shuni topsizlar. Dördüncüsü qaddimil mef'ulun bih alal fi'li fi kulli cümletin mimma ya'ti. Mef'ulun bihni tüendeki hem cümledeki mef'ulun bihni fiilga ilgir qiling deydi. İsmimizde olsun ha. Mef'ulun bihni eğer damir birinci sebep şu de, birinci sebep şu. Eğer damir mef'ulun bih bulab fiilden ilgir keltirmekçi bolsak, çoğun munfasıl şekilde ekilemiz. Mesela na'budu desek bu yerda kap damir muttasıl uluşup geldi fiilga. Şunaqla ziverlik o'rnida. Endi bizni qo'yiladigan talab mushu maf'ulun bihni fiildan ilgari chiqing deydi. Mana bizga mushundaq talab qo'yilib qolsa, bu kapni kana'budu desak bo'lmaydi. Chunki buni munfasil shaklda eklashimiz kerak. Ziverlik munfasil shaklda qaysi? Iyyaka. Iyyaka na'budu deymiz. Sana ibodat qilamiz. İkincisi, endi nasta'inuka sendan yordam so'raymiz deydi. Endi bu yerdagi maf'ulun bihni ilgari chiqing deydi. Bu muttasilken. Damir muttasilni fiilden ilgari keltirish talab qilinsa, munfasil shaklda mustaqil keltiriladi. Nima deymiz? Iyyaka nasta'inu.
Nestağfiruke, iyyake nestağfiru. Ra'aytuhu, iyyahu ra'aytu. Anadaytani ya ustaz. Meni chaqirdingizmi ustaz desa, iyyaya nadaytani ya ustaz. Meni chaqirdingizmi ustaz desa, iyyaya. Bu yani munfasil şekilde keltiramiz. Tatlubuhal mudiru. İyyahu tatlubul mudiratu. Uni mudir chaqiryapti deymiz. Sa'alahumul mudiru. Mudir ularni so'radi. İyyahum sa'alal mudir. İyyahum sa'alal mudir deymiz. Demek mana shunga o'xshash domirlar maf'ulun bihi bo'lib, uni fe'ldan ilgirki chiqish talab qilinsa, uni munfasil, mustaqil shaklda chiqamiz. 5-si, endi yuqorqi misollarni tushungan bo'lsanglar, misolni mulohaza qiling, ondan keyin tuandagi jumlalarni shu bo'yicha illarni ishlatib javob bering deydi. Bizga birinchi misolda misol berdi. Ra'aytuhu, uni ko'rdim. Endi unilar ko'rdim demoqchi bo'lsak nima deymiz? Ma ra'aytu, ko'rmadim men illa faqat uni. Demak, unilar ko'rdim degan gap. Endi bu hu degan domirni maqsad illardan keyin keltirib demoqchi. Bu yerdagi muttasil domirlarni illardan keyin keltiring. Muttasil domirni illardan keyin keltirmoqchi bo'lsak, cho'qim munfasil shaklda kelamiz. Nima deymiz? Ra'aytuhuni ma ra'aytu illa iyyahu. Na'buduhuni ma na'budu illa iyyahu. Yuhibbuni al-mudarrisu. O'qituvchi meni yaxshi ko'radi. Ma yuhibbul mudarrisu illa iyyaya. O'qituvchi faqat menilla yaxshi ko'radi. Da'ana al-mudiru. Mudir bizni chaqirdi. Endi ma da'al mudiru illa iyana. Mudir bizni chaqirdi. Aqabahumul mudarris. O'qituvchi ularni jazoladi. Ma aqabal mudarrisu illa iyyahum. O'qituvchi faqat ularni jazoladi. Mana shunga o'xshash. 6-si da'fil faragh fima ya'ti damir nasbin munfasilan. Tuandagi bosh o'ringa munosib munfasil domirni qo'ying. Ista'milin naw'al mazkur bayna qawsayn. İki tırnaqning o'rtasida so'zlangan turni ishilting deydi. Talabal mudiru Ahmad va mutakallimning damirsini qo'ying deydi. Demak, biz degan atfining vosidan keyin cho'qim nima kelamiz? Munfasil damir kelamiz. Agar damir akamoqchi bo'lsak, munfasil damir kelamiz. Talabal mudiru, talab qildi mudir Ahmadni va meni. Endi bu yerda Ahmed nimelik o'rinda ekan, zivarlik o'rinda. Mutakallimning domirsimi nimelik o'rinda, zivarlik o'rinda. Unda bo'lsa biz zivarlik mustaqil alma shaklimiz. Nima deymiz? Talabal mudiru Ahmada va iyyaya. Mudir Ahmedni va meni talab qildi. Sa'alal mudarris Ibrohima va damirun muxatab. Muxatabning domirsini ishlating deydi. Va as'ilatan sa'ba deydi. Bu qanday domir quramiz? Muxatabning domirisini. Muttasilmi, munfasilmi? Munfasilni. Nima uchun? Qaysi sabab uchun? Atfining vosidan keyin kelganlik uchun. Sa'alal mudarris Ibrohima va iyyaka as'ilatan sa'batan. O'qituvchi Ibrohimdan va sendan qiyin savolni so'radi. Qolganini o'zing ishlab boqing. 7-si, tuandagi ikki jumlani misal bo'yicha mustamilil masdarni ishlatgan holatda o'zgarting deydi. Masdarni ishlatib turib, hamma bak muhim. Nantaziru ay yazuruna al-mudir. Mudirning bizni ziyorat qilishini saqlaymiz. Endi bu nima deb o'zgartdi? Nantaziru ziyaratal mudiri iyana. Mudirninki bizni ziyorat qilishini saqlaymiz. Endi bu cümlede na degan bu damir bir yerda muttasil shaklda keldi. Endi biz buni bu misaldagi o'xshash munfasil shaklda eklamiz. Bu cümledeki muttasil damirni bu yerda munfasil ekilishga sabab bo'lgan sabab nima deganda, biz yuqorida munfasil zamir ekilishninki sabablari ichida agar masdar, agar damir o'zining failiga mudab bo'lgan masdariga maf'ulun bihi bo'lib kelib qolsa, uni ayrim keltirish vojib degan. Buning bir sababi shu. Ya'ni ziyaratul mudir desak, ziyara masdar. Mudirning ziyorat qilishi. Ziyorat qilish kim qildi ziyoratni? Mudir qildi. Unda bo'lsa, bu yerdagi mudir fa'il. Ziyaraga zora degan fe'lni amalni beramiz. Ya'ni bu yerda masdar fa'ilga muzab bo'ldi. Ya'ni fa'ilga muzab bo'lgan masdarga maf'ulun bihi bo'lib keldi deymiz.
Bu yerdeki iyane mef'ulun bih. Nimaga mef'ulun bo'ldi? Ziyara degan bu masdarga mef'ulun bih bo'ldi deymiz. Nuridu an yukhrijahul mudarrisu min al-fasl. O'qituvchining uni sinfdan chiqarib o'tishini xohlaymiz. Endi buni qanday o'zgartiramiz? Nuridu ikhrajul mudarrisu iyyahu min al-fasl. Nuridu ikhrajul mudarrisi iyyahu min al-fasl. Qarama, o'qituvchining uni sinfdan chiqarib o'tishini xohlaymiz. Uhibbuka akthara mimma tuhibbuni deydi. Siz meni yaxshi ko'rgandan ko'proq men sizni yaxshi ko'raman. Endi mening muhabbatim sizning muhabbatingizdan ara tuqroq demoqchi bo'lsak deymiz. Hubbi iyyaka aktharu hubbika iyyaya. Hubbi iyyaka aktharu hubbika iyyaya deymiz. Mening muhabbatim iyyaka sizga bo'lgan. Akthar ko'proq min hubbika sizning muhabbatingizdan iyyaya ma bo'lgan. 8-si tövəndəki suallarga misal boyunca cavab verən. Misalını bədə Ayna kitabul mudir? Mudirinin kitabı qayerdə? A'taytuhu iyyahu. Bədim mən onu onunğa. Əmdə bədə bədim mən onu onunğa. Bu ikinci hunu nima üçün ayırıb etdik? Çünki bir mərtəbədən oxşaşlamır bir yerdə gəlib qalsa bunu ayırıb etiş vacib. Şunu ayırıb etdik. Ayna majallatul mudarris? Oxutuqçunun jurnalı qayerdə? Deyimiz a'taytuha iyyahu. Bunu da ayrı etimiz. Bədim mən onu onunğa. Ayna qalamal uxt? Qız qarandaşının qalami qayerdə? A'taytuhu iyyaha. İyyaha. Bədim mən onu onunğa. Ayalıq bağlıq üçün el-uxt iyyaha deb keltiramiz. Qolgan o'zi anlashilib baxın. 9-si tövəndəki suallarga misal boyunca cavab verin. Birincisi men allamaka qiyadati sayyara. Mashina haydashni sizga kim o'rgatdi? Allamaniha akhi. O'rgatdi menga uni qarindishim. Endi allamani iyyaha akhi. Allamani iyyaha akhi. Mau to'g'ri bo'lgan shakli mana. Allamani ya bir damir, ha bir damir. İkilisi başqa mərtəbədən. Birisi mutakallim, birisi g'oyib. Bunda vaqtda ma'ning o'xshash ulab akasak ma bo'ladi, ma'ning o'xshash ayirib etib, damiri munfasil akasak mechub bo'ladi. O'rgatdi menga uni qarindishim. O'rgatdi menga uni qarindishim o'xshash shiklisi. Men a'taka hadal khatam. Bu yuzukni sana kim berdi? A'tanihu akhi. Berdi uni menga qarindishim yoki a'tani iyyahu akhi. Mata tu'tini hadal kitab? Qachon birisiz menga bu kitobni u'tikahu gadan. U'tikahu gadan. Biraman sizga uni ata desab muttasil shaklda aytsak mı bo'ladi yoki u'tika iyyahu gadan desak mı javob bo'ladi. Mata turini baytak? Uyingizni men qachon ko'rsatasiz? 4-sini o'zi anglashib berdim. 10-si ig'zoki mashq. Yaqulu talib li akhar. Bir o'quvchi yana bir o'quvchiga deydi, yuridu fulanin kitabak. Falanisning kitobingizni xohlaydi deydi, yoki daftaringizni xohlaydi deydi, yoki qalamingizni xohlaydi deydi. Afa u'tihi iyyahu. Uni uningga beraymi? Va yujibu at-talibul mas'ul. Savol so'ralgan o'quvchi javob beradi. Naam, a'tihi iyyahu. Shundaq, uni uningga berang deydi. Demak, bu yerda ikki damir ayırıb etdiniz bir mərtəbədən keçəcək. Yoki la tu'tihi iyyahu deydi. Bunu ig'zoki ishlab baxsanlar bo'ldi. Masalan, yuridu fulanan kitabak, yuridu fulanan qalamak, afa u'tihi iyyahu. Uni uningga beraymi desa, o'g'ich qopab xalqan javob bersa bo'ldi. Bulishliq yoki bulishsiz. A'tihi iyyahu yoki la tu'tihi iyyahu. Agar erlik bo'lsa iyyahu, ayollik bo'lsa iyyaha. Erlik ko'plik bo'lsa iyyahum, ayollik ko'plik bo'lsa iyyahun. Şu xitob qarab bo'ladi. 11-si yusma'u raninul jarasi deydi. Ranin deganga bu yerda ranna, chelindi, chelnudi. Ranna yarinnu degandan chiqqan masdar. Qaysi xil o'lchamda? Fa'il o'lchamida. Tövəndəki fe'llarni fa'il o'lchamiga asosan masdar keltiring. Safara yasfiru. Safir
Safara'nın bir ma'nosi isqartdi, chiqirdi degan ma'nosi bor. Shahara yashxiru isqartdi deb tushunsangiz bo'ladi. Shahara yashxiru xorak tatdi. Shahir xorak tatish. Sahala yashilu sahil otninki kishnishi. Otning kishnishi. 12-si duruj va xotamning ko'pligini keltiring. Bu sizlarga topshiriq. 13-si tuvandagi fe'llardan amrini va mudori'ni keltiring. Tazakkara isiga oldi. Qado hukm qildi degan ma'nosi bor. Buyurdi degan ma'nosi bor. Undan boshqa o'tdi, hayot o'tdi degan ma'nosi bor. Basmala bismillah dedi. Unda bo'lsa o'qitashlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.